deganimizga anavi qildingiz yo u hammasi mana ana kabob. Bu turklarni kabobxonasi. Kabob qiladigan joy bu. Nima deydi o'zbekchalar? Kafeda, nima? Bistriyeda. Bistriyeda, kafega o'xshagan. Bular turk tilida kabob der ekan. Kabob mana. Mana ko'rdinglarmi? Shunaqa. Mana bitta semishka oldim. 3 dollarga. Ana shu 3 dollar. Buni hozir bitta 5 tekisga o'xshagan narsa oldim, 12 yevro. 12 yevro где-то 15 dollarga to'g'ri keladi. Bir pos o'sha nimada 5 tekis degan narsa. Shunaqa. Do'stlar, Belgiyadaman, Belgiyada. Soyib Sagdiyevich direktorimizsan biz ham.